Tasavvur qiling, eng yaqin do'stingiz sizdan qarz so'raydi. Siz esa albatta, biroq foiz masalasini kelishib olaylik deysizmi? Ayni shu manzara faqat milliardlab dollarlar va minglab kilometrlik gaz quvurlari bilan hozir Pekin va Moskva o'rtasida yuz bermoqda. Putin Xitoyga katta delegatsiya bilan bordi. 20 dan ortiq hujjat imzolandi. Cheksiz do'stlik yana bir bor tasdiqlandi. Ammo eng muhim savol, Sibir kuchi 2 gaz quvuri kelishuvi bu safar ham javobsiz qoldi. Ko'pchilikda bu loyiha nima o'zi degan savol tug'ilishi tabiiy. G'arbiy Sibirdan Mongoliya orqali Xitoyga 2600 kilometrlik ulkan quvur haqida gap ketmoqda. Yiliga 50 milliard kub metr gaz. Hajmi jihatidan Rossiyaning Germaniyaga gaz eltgan shimoliy oqim quvuri bilan teng. Xo'sh, nima uchun ikki davlat kelisha olmayapti? Nemis professori Syuren Urbanskining javobi lo'nda. Narx va shartnoma shartlari bo'yicha Xitoy ancha injiqlik qilmoqda. Ya'ni Rossiya gaz sotishni xohlaydi. Xitoy esa arzonroq olishni va u bunga shoshilmayapti. Tokiodagi ekspert James Brownning so'zlariga ko'ra, bu quvur faqat 10 yillikning oxiriga borib ishga tushishi mumkin. Xitoy o'zini yillar davomida Rossiya gaziga bog'lab qo'yishi ahmoqlik bo'lar edi, deydi ekspert. Xulosa qilib aytganda, Xitoy bu masalada do'stlik o'z yo'liga, ammo biznesda qattiqqo'llik qilish usulini qo'llayotgandek ko'rinmoqda. Bir daqiqa to'xtab, sahna ortidagi dramatik detalga e'tibor bering. Putindan atiga bir necha kun oldin Pekinga Donald Tramp tashrif buyurgan edi. Shu Pekin, xuddi shu muzokaralar, xuddi shu choy. Amerika va Xitoy o'rtasida savdo urushi avjida. Tariflar, yuk tashish masalalari, Tayvanning kelajagi va boshqa muhim masalalar avjida. Unda Xitoy katta jamoa bilan kelgan mehmonlarga turli xil manipulyativ va yashirin sovg'alar tayyorlab qo'ygandi va bu mediada rosa muhokama qilindi. Trampning popuga pasaygani haqida gap so'zlar urchigani ham bor gap. Mantiqani olib qaraganda, ko'pchilik Xitoy va Rossiya bilan muzokaralarda biroz yumshoqroq bo'lish kutilgandi, ammo aksi bo'ldi. Putin va Si Zinpin qo'shma bayonotida ular bir tomon gegemonligiga qarshi turishlarini e'lon qildi. Gegemonlik deganda kim nazarda tutilayotgani hech kimga sir emas. Bu so'z Vashingtonga to'g'ridan-to'g'ri qaratilgan. Eng qiziq holat esa Putin nutqi vaqtida yuz berdi. U kutilmaganda Mao Zedunni eslab, Amerika imperializmi haqida iqtibos keltirdi. Bu oddiy gap emas edi. Aslida bu Xitoyga qaratilgan ramziy signal. Biz bir xil raqiblarga qarshimiz degan ishora edi. Tokiodagi siyosatshunos James Brown ham bu vaziyatga e'tibor qaratib, Putinning ohangi yumshamaganini aytdi. Ya'ni ayrimlar Trampning kelishuvi Xitoyni ikki tomon o'rtasida qoldiradi deb o'ylagan, ammo Pekin amalda Moskva tomonga yaqinroq ekanini ko'rsatib qo'ydi. Shu bilan birga ekspertlar muhim jihatni ham eslatdi. Siyosatda keskin bayonotlar bilan haqiqiy manfaatlar har doim ham bir xil bo'lavermaydi. Sahnada Amerikani tanqid qilish boshqa, iqtisodiy va savdo aloqalarini davom ettirish esa boshqa masala. Xitoy esa aynan shu ikki yo'nalishni bir paytda olib borishga harakat qilmoqda va qaysidir jihatdan bu ishni hozircha yaxshi uddalayapti. G'arb ekspertlari Xitoy pozitsiyasini juda aniq ibora bilan ta'riflaydi. Rossiya parast betaraflik. Rasman Pekin mojaroga aralashmayapti, ammo amalda esa Rossiyadan energiya resurslarini sotib olmoqda, unga ikki xil maqsadlarda ishlatiladigan tovarlar, ya'ni yarim o'tkazgichlar va boshqa uskunalarni yetkazib bermoqda. Professor Urbanskiy buni shunday izohlaydi: agar Xitoy Rossiyani chindan ham to'liq qo'llab-quvvatlaganda, u allaqachon urushda g'alaba qozongan bo'lardi. Ammo bu yordam to'liq to'xtatilsa ham Rossiyaning ahvoli ancha og'irlashishi aniq. Ya'ni Pekin bir qo'li bilan bermoqda, ikkinchi qo'li bilan esa ushlab turmoqda. Nozik muvozanat, lekin hozircha yaxshi ishlayapti. Muzokaralarning ko'p qismi yopiq eshiklar ortida o'tdi. Rasmiy bayonotlar bu faqat tomonlar ko'rsatmoqchi bo'lgan manzara. Asl natijani esa Rossiyaning keyingi harakatlaridan qidirish kerak. Frontda bosim kuchaysa, Pekin Moskvani yanada ochiqroq qo'llab-quvvatlashga o'tishi mumkin. Tokiolik ekspert Brown bu vaziyatni qisqacha ta'rifladi. Rossiyaning na yutayotgani va na yutqazayotgani Xitoy uchun eng qulay holat. Urush davom etar ekan, Rossiyaning Xitoyga qaramligi ham oshib boradi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, Putin Pekinga bordi, 20 ta hujjatni imzoladi va uyiga qaytdi. Asosiy kelishuv quvur masalasi hali ham yo'q. Urushga Xitoyning munosabati o'zgarishsiz. AQShga keskin so'zlar aytildi, lekin Tramp bilan savdo aloqalari hali ham davom etmoqda. Siyosatda xuddi hayotda bo'lgani kabi cheksiz do'stlik degan narsa juda yaxshi ishlatiladi. Ammo hisob-kitob vaqti kelganda har kim o'z manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yadi.
Xitoy ham, Rossiya ham bu qoidalardan mustasno emas. So'nggi yangiliklar uchun Anxoruzning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'ling.